Internetda o'sha smoladan qilingan pollar juda ham mashhur bo'ldi. Ko'pchilik bu haqida gapiryapti, lekin 1 kvadrat metrni necha pulga tushishi haqida to'liq ma'lumot berishmadi. Sizlarga o'zimiz eksperiment qilib 1 kvadrat metri taxminan 4-5 sm bo'lsa, necha pulga aylanishi haqida videorolik tayyorladik. Videomizga like tugmachasini bosib qo'ying. Sizlarga eksperiment qilish uchun mana shu tog'orachaga ko'rsatib bermoqchimiz. Qani, qo'ysa bo'ladimi? Sekin qo'yaveramiz. Ko'tarishaverasiz. Telefon chiqardi. Uploadni qani ustidan qo'yib yuboramiz. Bo'laveradimi hech qanday? Bo'laveradi. Mana azizlar ko'rdinglar, taxminan yarim kvadrat atrofidagi joyimizga 3 sm qalinlikda simola qo'yibmiz. Aka, mashinaga hozir necha kilogramm ketdi? Bunga 8 kilo ketdi. 8 kilosini o'rtacha 60 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, yarim kvadrat joyimizga yaqin 500 ming so'mlik ketdi. Ya'ni bu 1 kvadratiga yaqin bir 1 million so'mlik mol ketadi. Agar toshlarni va qo'shimcha bezaklarni agar ko'paytiradigan bo'lsak, bundan ham arzonroqqa smolarni kamroq ishlatish mumkin. Birozgina qimmatroq bo'lar ekan, lekin noodatiy narsa xohlaganlarga arziydi, to'g'rimi? Albatta. Va bu mahsulotlarni xom ashyolarini o'zimizda O'zbekistonga olib kiradigan akamiz, mana shuni xom ashyosi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib chiqishingiz mumkin va bu aynan bu mahsulot bilan shunaqa stollarni samarali qilsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Shunaqa narsalarga ham ishlaydi hammasiga.